Ro'molchamni ashyoga tiqib qo'ydim, ana. Tufligimdan yutolmaydigan kasalda bu. Tufligim yutsam kuchayadi-da, og'riq uradi tepaga qarab. Og'riq unaqa og'riq emas-da. Shuni qo'rqib turasiz-da, og'riq boshlasa yurak birdan ana beradi-da. Oxiri matlar hammasidan tushib qoldim. Og'riqdan. Og'riq zo'rligidan shunday nevroxirurglarga bordim, Toshkentga bir 10 talarga bordim. Ular boshimdan operatsiya qilish kerak dedi boshda. Operatsiya qilamiz deb uni qo'rqdingizmi? Ha. Bundan keyin men YouTube'da sizni ko'rdim-da. Allohga shukr, juda xursandman. Kakadim yaxshi, o'shaning uchun ko'proq gapiryapman. Qayerdansiz? Navoiy viloyati Qiztepa tumanidan, Navgan qishlog'idan kelganman. Hozir qancha bo'ldi boshlanganiga kasalligingiz? Ha, kasallik 3 yillar bo'ldi-da. Nima deb o'yladingiz birinchi boshlanganda siz? Birinchi men tilim qit'i yallig'langan, tilim og'rigan deb zominga kelyotdik. Achchiqni kuyovga aytdim, achchiq tosh olib chiqing, qit'i surtaman dedim. Bundan 3da joyida keyin o'zimizda Bo'stonga bordim. Ular og'riq kuchaydi, uchoq nerv dedi, bir ikkita dori yozib berdi. Yaxshi bo'lib ketdi. Yana og'ritdi. Keyin Navoiyga keldim. Navoiy shaharga keldim, Suvonov degan doktorga. U kishi aytdi, uchoq nerv dedi, agar shu og'riq bo'lsa, o'sha bilmay tishlaringizni olib tashlaman, yo tishim tishingiz yo'q ekan, berlan bosib ber, faqat sherimga og'riq bor edi. Oladigan o'zi yo'q edi sizda. Yo'q. Keyin undan ham dori yozib, melipsen ichib yurdim. Melipsen ichsam endi karaxt qilib namozlarni o'qimay qoldim, Qur'on o'qimay qoldim-da, ko'p qiynaldim. Keyin ichib yurdim, og'riq pasaydi, yana kuchaydi, keyin Samarqandga bordim. Samarqandga katta mashhur joyga bordim. Kishi ham tekshirib ko'rib, yozib, melipsen ichib yuring dedi. Haydab qaytib keldim. Yana ichib yurdim. Yana og'ridi, keyin Toshkentga bordim. Toshkent Shohmedga borganimda bitta ayol vrach, "Ha, mayli, melipsen ichib yurasiz, iloji yo'q, bu kasal davosi yo'q" dedi. Lekin boshingiz bir MRT qiling dedi-da. O'sha MRT qilgandan keyin boshingizda qit'ana bor ekan, shish bor dedi. Har olti, undan keyin nevroxirurglarga bordim, Toshkentga bir 10 talarga bordim. Ular boshimdan operatsiya qilish kerak dedi boshda. Operatsiya qilamiz deb uni qo'rqdingizmi? Ha. Bundan keyin men YouTube'da sizni ko'rdim-da. Shuna xursand bo'ldim. Shuna Allohga shukr, behadat shukr, behisob shukr. Alloh o'zi yetkardi. Men telefonda bir 3 oy oldin ham gaplashadi qizim. Og'riq endi bilasizmi? Og'riq unaqa og'riq emas-da. Shuni qo'rqib turasiz-da, og'riq boshlasa yurak birdan ana beradi-da. Oxiri matlar hammasidan tushib qoldim. Og'riqdan. Og'riq zo'rligidan shunday gapira olmay, dori ham yuta, tufligimni ham yuta olmayman-da, gapira olmayman. Shuna ko'zlarim, men o'zi xo'jayinim aytadi, ko'zlarim katta-katta o'yladi deb qo'rqqan. O'tib ketdi o'sha yo'q, men og'ir ahvolga tushib qoldim. Keyin bular harakatga tushdi. Yo'q, buni etmasak bo'lmaydi. Allohga behadat shukr, behisob shukr, shuni sizlarni uchratganiga shukr. Ro'molchamni ashyoga tiqib qo'ydim, ana. Hamma bo'g'iz og'riydi deydi. O'zi bu yerdan og'riq kuchli-da. Allohga shukr, juda xursandman. Kakadim yaxshi, o'shaning uchun ko'proq gapiryapman. So'langizga yutamay qolasizmi? Tupurib ololmaysiz yo, yutib ololmaysiz so'langizga. Faqat ro'molchaga ushlab. Zaynab opa, kecha ko'p narsani siz bilan gaplashdik. O'g'lingizga, xo'jayiningiz uchun gaplashdik, ko'p narsani tushuntirdim sizga. Operatsiya qanday bo'lishi haqida aytdim. Xudodan so'rab kecha operatsiya qildik. Siz bilan operatsiya vaqtida gaplashib turdik. Ha, siz tavsiya qildingiz, maslahat berdingiz, yo'l yo'riqlarni o'rgatdingiz. Nima qildik? Yuragimga dalda berdingiz. Umuman katta ishonch berdingiz-da. Men qo'rquv bor edi-da. Endi odam zoti shunday, qariyaverganingizdan keyin yuragingiz silab qolar ekan. Yoshlikka qo'rqmaysiz. Kechqurun yaxshi uxladingizmi? Maza qiladi. Ovqatni ertalab nonushta qildingiz bemalol. Og'riq sanchuq. Yo'q, umuman hech narsa yo'q. Ovqat yeyman. Sizni buni nimangizni olib tashlayman men. Operatsiya bo'lgan joyingizga birov topa olmaydi xudo xolasa. Rahmat, baraka toping. Umringiz ziyoda bo'lsin. Sizga men operatsiyaga kelishingizdan oldin Qiziltepadan operatsiya bo'lgan ko'pgina bemorlarni ham nimalarni beraman, adreslarini. Ularni ko'rishdingizmi siz? Ha, albatta, hammasini uyga borib, ko'rib, ular ham sizlardan juda minnatdor, hammalari yaxshi bo'lib ketgan. Ko'rmaganda bo'lib ketganlar. Bittasi bo'lganda ham topa olmaydi. Bilmayman. Yo'q, juda xursand hammasi. Sizga o'xshagan bemorlarga nimani tavsiya qilasiz? Qo'rqib yurganlar Ha, yuragi. Sizga o'xshab qo'rqib yurganlar. Ha. Lekin aniq Allohning izni bilan, fazli bilan hamma ishlar amalga oshadi. Bulardan juda minnatdorman. Kelganimdan, shu yerda davo topganimdan Allohga shukr, behad xursandman. Ana shu kasal bo'lib, shuna bu og'riqni boshdan o'tkazgan kishi biladi, lekin juda qo'rqinchli og'riqda bu. Miya nima ko'kishni oyog'i og'riydi, masalan, qo'li qo'rqmaydi-ku. U dori dahshatda. To'chni uradi, shuni uradi. Hammalar agar og'riqlar shunday bo'lsa, davolanishni xohlasanglar, ana shu Chinovat Fayzga kelinglar. Meni tavsiyam shu.
Allohim shu bandalaringni o'zlaringga dunyo baxt saodatini ber, ishlarini rivojini ber. Ey pok Parvardigorim shu yerdan sog'ayib ketay. Hamma bemorlarimiz shifo topib ketsin. Shu yerga xayr barakani yog'dir, xayr barakani yog'dir. Robbana atina fid dunya hasanatan fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Rahmatika ya arhamar rohim.